Harbiy xavfsizlik va mudofaa universiteti sizni o'qishga chorlaydi. Kursantlikka qabul qilingan yoshlar bu yerda bepul yotoqxona, 3 mahal issiq ovqat, mavsumiy kiyim-kechak hamda pul ta'minoti bilan ta'minlanadi. Xullas, bularning barchasi davlat tomonidan 100% moliyalashtiriladi. Harbiy ta'limda katta yangilik. 2027-o'quv yilidan boshlab tor doiradagi ixtisosliklar bo'yicha 2+2 tartibi yo'lga qo'yiladi. Ya'ni psixolog, aloqachi, ta'minotchi, omborchi kabi 18 xil yondosh soha mutaxassislari boshqa oliy ta'lim muassasalarining ikkinchi bosqich talabalari orasidan saralab olinadi. Oliy harbiy ta'lim muassasalaridagi mavjud 36 ta ta'lim yo'nalishi bo'yicha kursantlar o'qishni 2 ta diplom bilan bitiradi. Fuqarolik va harbiy kasbga mo'ljallangan mutaxassislik egasi bo'ladi. Bu esa ularga harbiy xizmatdan keyin ham faol ishlash imkonini beradi. Universitetga 25 yoshgacha bo'lgan ofitser harbiy unvoniga ega bo'lmagan harbiy xizmatchi va harbiy xizmatga majburlash, shuningdek 17 yoshdan 23 yoshgacha bo'lgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari qabul qilinadi. Nomzodlar hujjatlarini joriy yilning 1-fevralidan 31-mart sanasiga qadar tuman, shahar mudofaa ishlari bo'limlariga topshiradi. Imkoniyatni qo'ldan boy bermang, vaqt oz qoldi. Batafsil ma'lumotlarni quyidagi telefon raqamlari orqali olishingiz mumkin.